e'lon joylashtirish jarayonini ko'rsatib o'tmoqchiman. Misol tariqasida avtotransport kategoriyasini tanladim. Lekin saytda barcha turdagi mahsulotlarni e'lon joylashtirib sotish va xarid qilish mumkin. Hammasi tekin. Bo'limga transport tanladik. Ichki bo'lim yengil avtomobillar, qo'shimcha bo'limga mashinani modelini tanlaymiz. Men boshqalar tanladim. Tasnifga qo'shimcha ma'lumot yoziladi tovar haqida. Misol, mashinani urilganligi, qancha yurganligi, qo'shimcha ma'lumotlar bo'lsa, hammasi yoziladi. Misol, uy-joylar bo'lsa ham, hovli bo'lsa, namosuraka, domlar bo'lsa ham qo'shimcha ma'lumotlar yozish mumkin. Hamma tovar bo'yicha. Keyingi etap rasm joylashtiramiz. Men 2 ta rasm joylashtirdim, lekin 10 ta rasm joylashtirish imkoniyati bor. Keyingisi video joylashtiramiz. 2 minutgacha video joylashtirish mumkin. 2 minutdan oshish kerak emas. Qanaqa tovar bo'lishidan qat'iy nazar 2 minutgacha video obzor olib joylashtirish mumkin. 10 sekund, 30 sekund, 1 minut farqi yo'q. Narxini valyuta yoki so'm tanlaymiz. Keyingi etap viloyat. Toshkent shahrini tanladim. Shahar Sergelini tanlaganman. Mo'ljal yoziladi. Orientir. Keyingi etaplari o'sha mashinaga tegishli ma'lumotlar to'ldirib chiqiladi. Bunda qo'shimcha yana yaxshi funksiyasi nomerdan tashqari sotuvchini Telegram silkasi bo'lsa yozadi. Oluvchi to'g'ridan to'g'ri sotuvchini lichkasiga o'tib savol-javob qilish mumkin. Nomerdan keyin silka yozadigan joy shu. Endi e'lon joylashtirish bosgandan keyin bu bizga tasdiqlash bo'yicha keladi. Agar videosi, e'loni bizga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, uni tasdiqlaymiz. Tasdiqlangandan keyin saytda paydo bo'ladi. Saytda keyin ko'rish mumkin. Bu hozir videosi. Video hozir screenshot qilinganligi uchun yaxshi ko'rinmagan, xira ko'ringan, lekin aslida bunaqa emas, tiniq ko'rinadi.